Salom hammaga. Bugun qanaqa qilib iPhone'ga iOS 18.5 versiyaga modullar o'rnatishni o'rgataman. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar, tushunmay qolasizlar bo'lmasa. Videoda ishlatilgan ilovalarni Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Доверiyat приложение bosganlaringizdan keyin telefon o'chiradi. Keyin kirib mana bu yerdan tekshirasizlar. Ilova ishlatishga tayyor bo'ldi. Test tariqasida CapCut modul ilovasini o'rnatib ko'rsataman. Mana ilova ishlayapti. Boshqa ilovalarni ham mod versiyasini o'rnatib olishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib qo'yinglar. Keyingi videolar haqida chiqishini yozib qoldiringlar.